18-asrda Hindistonni zabt etish rejalarini tuzish uchun bu mamlakatga jo'natilgan ingliz siyosiy arboblari bir vaqtning o'zida tarixchi edilar. O'shanda Hindistonni har jihatdan o'rgana boshlagan tarixchilar manbalar orasida turkiy tilda yaratilgan bir noyob asarga duch keladi. Asar muallifining qomusiy bilimi ularni hayratga soldi. Ingliz olimlari Hindistonni o'rganish bilan birga bu asarning tadqiqiga kirishib ketdilar. Yoki aksincha, noyob asarni chuqur o'rganish orqali Hindistonni tadqiq etishadi. 18-asrda Hindiston tuprog'ida ingliz tarixchisi va sharqshunoslarining diqqatini tortgan bu buyuk realist adib Zahiriddin Muhammad Bobur edi. Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijon shahrida tug'ilgan. 1494-yilning iyun oyida hali muchal yoshiga yetmagan Mirzo Bobur endigina 39 yoshga chiqqan otasi Umar Shayx Mirzoning fojiali o'limidan keyin valiahd sifatida taxtga o'tiradi. Boburning o'sha 1494-yildan keyingi butun hayoti to umrining so'nggi yillariga qadar jangu jadal, ranju mashaqqat, mehnat va musibatda kechgan. Umrining so'nggi lahzalariga qadar ona vatanini sevgan, so'nggi damlarida ham uni sog'inib yig'lagan Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asari o'sha go'zal muhabbat va sog'inchning bezavol timsoli bo'lib qoldi. Dunyo kitobxonlarini hayratga solgan bu buyuk sarkarda siymosi millatimiz uchun yaratgandan bir inoyatdir. Buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur bizga boy meros qoldirdi. Ayniqsa uning butun jahonga mashhur bo'lgan Boburnoma asari Bobur ijodida katta o'rin tutadi. Boburnoma asarining butun jahon tillariga tarjima qilinishi ham bejiz emas. O'z davrida bu asar fors tiliga, keyingi davrlarda ingliz tiliga, nemis tiliga, fransuz tillariga tarjima qilingan. Hamisha bu olimlarning diqqat markazida bo'lib turishining sababi bu asarda o'sha O'rta Osiyo xalqlari va Hindiston, Afg'oniston to'g'risida juda katta boy tarixiy materiallarni berishi va bu katta bir ensiklopediyani tashkil qiladi. Boburnoma asari o'quvchini avvalo Mirzo Boburning ruhiy iztiroblaridan, jismoniy mashaqqatlaridan voqif etadi. To'g'ri, asar qomusiyligi bilan alohida qimmatga loyiq, ammo ingliz tarixchisi Elphinston ta'kidlaganidek, asarga muallifning yorqin xarakteri o'zgacha joziba bag'ishlaydi. Negaki Bobur Mirzoning ruhiyatida ilohiy dard bor. Qolaversa, asar qahramoni shunchaki qog'oz qoralash jarayonida emas, balki yurtidan ayrilib, ayriliqning chidab bo'lmas olovida toplangan. Agar Boburnoma asarini Bobur Mirzoning yaxlit umri deb bilsak, shoir kechirgan kunlarni, azob bilan o'tkazgan oyu yillarni asar sahifalarida ko'ramiz va uning hali yigitlik chog'laridayoq o'zi istamagan holda vatanidan ayrilayotganiga qayta-qayta guvoh bo'lamiz. Boburning orzusi buyuk edi. U Maorun nahrida markazlashgan kuchli davlat tuzib,
bobosi Amir Temur saltanatini tiklashni niyat qilgan. Bobur 10 yil davomida ona yurtini tashlab ketishga majbur bo'lguniga qadar, ya'ni 1504-yilgacha Temur saltanatini qayta tiklashni istagan ekan, bu yo'lda hech bir Temuriy shahzoda ko'rmagan azob uqubatlarni boshdan kechirdi. Mavarounnahr va Xuroson o'lkasi ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan zavolga yuz tutgan o'sha 16-asrda Boburning orzusi tabiiyki amalga oshmadi. Temuriy shahzodalar, beklar va bekzodalar o'zaro nizolar botqog'iga botgan bir davrda Bobur kechagina buyuk imperiyaning poytaxti bo'lgan azim Samarqandni 2 marta qo'lga kiritdi. Ammo Boburning bu mashaqqatli urinishlari zoye ketdi. Siyosiy, moddiy va ma'naviy tarqoqlik bois yurt dushmanlarga boy berildi. Amir Temur saltanatini saqlab qolishga bo'lgan so'nggi urinish ham barbod bo'ldi. Temuriy shahzodalarning bir-biri bilan kelishmasligi Samarqand taxti, Hirot va umuman Amir Temur saltanatiga bog'liq bo'lgan yurtlarda shahzodalarning bir-biri bilan bo'lgan dushmanona desak ham bo'ladi munosabatlari, mol yurt talashish juda bir achinarli ahvolda kelgan bir paytda xuddi mana shunday qarama-qarshiliklar Zahiriddin Boburni Samarqand taxtidan mahrum etganda biz bir narsaga amin bo'lamizki, Zahiriddin Boburning atrofidagi beklar, u ishongan qarindosh urug'lari birma-bir yosh Boburga xiyonat payiga tushadilar. Oxir bundoq sargardonlikdan va bu nav bexonimonlikdan jonga yetdim. Dedimki, mundoq dushvorlik bilan tirilguncha bosh olib ketsam yaxshi. Bu nav xorlik va zorlik bilan el bilguncha oyog'im yetgancha ketsam yaxshi. Xotiramga keldikim, tokay bu Farg'ona viloyatida sargardon bo'lib turmoq kerak. Bir tarafga talab qiloyin deb. Yo Badaxshon jonibi, yo Hindiston sori jazm qilmoq kerak. Lekin u vatanni tashlab chiqayotgan paytida u nihoyatda katta iztirob bilan ketdi. Chunki Bobur nihoyatda vatanparvar bo'lgan. U o'z yerini tashlab ketishni xohlamagan. Temuriylar davlatining, kuchsizlangan Temuriylar davlatini mustahkamlashga, uni kengaytirishga, o'sha bobolarining ishlarini davom ettirishga harakat qilgan. Lekin bu o'ylaganlarichalik chiqmadi. Bobur Mirzo or-nomus haqqi hurmati Shayboniyxon ishg'ol qilgan yurtda ortiq qola olmasdi. Ammo yurtini tashlab ketish bundan-da og'ir edi. Qayg'uli tomoni shundaki, o'shanda Boburga taqdir va'da qilib turgan 2 baxtsizlikning unisi ham nomusga daxl qilardi, bunisi ham. Nihoyat Temuriy shahzoda ko'z yumib ikkisidan birini tanladi. Ketar chog'da Farg'onaning tuprog'ini hovuchlab, uning yashil kengliklariga tikilib yig'larkan, bu yurtni butunlay tashlab keta olishiga ko'zi yetmadi. Albatta qaytib kelishni yuragiga tugdi. Biroq uning san'atkor qalbi sezdi shekilli, oppoq bulutlarga tikilgancha battar ko'z yosh qildi. O'sha ketar chog'larida qaytib kelishiga ham ko'zi yetmagan edi. 1504-yilda Bobur mamlakatni tashlab ketdi. Atigi 300 ga yaqin sodiq navkarlari bilan dastlab Hisor tog'lari orqali Afg'onistonga o'tadi. Iste'dodli sarkarda qisqa vaqt ichida
G'azna va Kobul shaharlarini qo'lga kiritib, mustaqil davlat tuzishga kirishadi. Afg'onistonda o'z hokimiyatini tiklagan shoh bu yurtda katta islohot o'tkazadi. Har jabhaga, obodonlashtirish ishlarigacha alohida e'tibor beradi. Afg'onistonda bir qadar kuch to'plagan Bobur 1512-yilda Moron nahrini egallashga yana bir bor urinib ko'radi. Lekin bu safar ham muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Shundan so'ng Bobur butun e'tiborini Hindistonga qaratadi. Toli yo'qi jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerni qo'yib Hind sori yuzlandim, yo Rab. Netayin, ne yuz qaroliq bo'ldi. Zahiriddin Muhammadni Bobur deb, ya'ni sheryurak deb atadilarki, u chindan da dovyurak edi. Ammo u qalb og'riqlarini hech bir yaqiniga iddao qilmas, yonadagilardan o'tgan turli sitamlarni ichiga yutar, ularga kelgan baloga esa o'zi qalqon bo'lishni istardi. Tuz Zahiriddin Muhammad Bobur, yuz Zahiriddin Muhammad Bobur, sarrishtay ayshtin ko'ngilni zinhor, uz Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnomamni mana yangi nashrda bir yangi maktub e'lon qilingan. Mana shu maktub orqali o'quvchilarimiz Boburni ne qadar mana shu adolatga katta hissa qo'shganligini, adolatparvarligidan dalolat beradi. Xususan bu bir maktub, bu Komron Mirzoga yozilgan. Bu Boburni shu vafotidan 1 yil ilgari yozilgan. Mana bunday so'zlarni o'qiymiz. Ey farzand, Hindiston mamlakati turli mazhablardan iborat. Subhanalloh taolo haqqi senga buyurdikim, har bir mazhabga pok qalb bilan qaragin. Har bir mazhab va tariqatga adolatli bo'l. Xususan sigirni qurbon qilishdan saqlanginki, bu Hindiston xalqining qalb ardog'i va bu viloyat ahli podshohga yaxshi nazar bilan bog'lanadi. Podshoh farmoniga bo'ysungan xalqni xarob qilmagin. Adolatni ixtiyor qilgin. Shunda shoh ra'iyatdan, ra'iyat shohdan xotirjam bo'ladi. Islomning taraqqiyoti ehson tig'i bilan yaxshiroqdir, zulm tig'i bilan emas. Ahli sunnat va shialarning ikir-chikirlaridan ko'zingni yum, chunki islomga qarshilar bor. Turli e'tiqoddagi xalqlarni teng tutgunki, shunda saltanat turli tashvishlardan xoli bo'ladi. Hazrat Sohibqiron Amir Temurning ish yuritishlari doimo yodingda bo'lsin. Shunda davlating ma'mur va puxta bo'ladi. Biz yetkazib qo'yamiz xolos. Jumodiyul avval oyining 1-si 931-5-hijriy yili. Mana shu maktub. Shahanshoh shoir haqiqatni bayon qilishda o'zini ayamadi. O'quvchi qarshisida o'zi tushishi mumkin bo'lgan hijolatli holatlarni haqqoniyatdan ustun qo'ymaydi, balki ochiq, oshkor yozadi. O'zga ellarda Andijonni sog'inib chekkan azoblariga va bizni da yig'latguvchi iztiroblariga shubha qoldirmaydi. Bu borada uning asarini haqiqatnoma deb ulug'laydilar. Bobur ijodini o'rganishda uning lirik asarlarini, xususan g'azallarini, ruboiylarini, masnaviy va fardlarini ham nazardan qochirmaslik kerak. Ayniqsa Boburning ruboiylarida biografik asosning kuchliligi alohida sezilib turadi. Shu bilan birga Boburning g'azallarida ham Bobur hayotiga oid lavhalar anchagina.
Hindistonda oqar suvlar yo'qligini Bobur nomida qayd etadi va Farg'onadagi o'z ona diyoridagi oqar suvlarni sog'inganligi ham uni sog'inchidan dalolat beradi. Bobur vatanga doim talpinib turgan. Shu masalan bitta ruboyisida aytilgandek ko'pdan beri kim yori diyorim yo'qdir deb boshlangan ruboyisi shundan dalolat beradi. Bobur o'sha yor deganda albatta birinchi navbatda yorni ko'zda tutmagan, o'sha vatanni ham nazarda tutgan va buni nihoyatda chiroyli badiiy vositada o'zini sog'inchini, armonini ifoda qilgan. Qovun birla uzumning hajrida ko'nglimda g'am har suv, oqar suvning firoqidin ko'zimdin har dam oqar suv. Afg'onistonda turib Hindistonni zabt etishga oxirgi marta jiddiy tayyorgarlik ko'rgan Zahiriddin Bobur 1526-yil 5-bor urinishda nisbatan kam sonli askari bilan Ibrohim Lodiyning katta qo'shinini yengib, dastlab Shimoliy Hindistonda o'z hokimiyatini o'rnatadi. Javohirlal Neru bildirgan fikrlarga ko'ra, o'sha paytda Hindistonda siyosiy beqarorlik va feodal tarqoqlik hukm surardi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Zahiriddin Bobur jahon tamaddunidan uzul-kesil uzilib qolgan bu mamlakatda avvalo siyosiy barqarorlikni tikladi. Iqtisodiyotni izga soldi. Ijtimoiy hayotga yangicha ruh olib kirdi. U o'z ona yurtida amalga oshira olmagan ezgu ishlarni janub ellarida ado qildi. Buning ajablanadigan joyi yo'q. Ahli jahondan yaxshilik ko'rmagan shoirning yakkayu yagona maslagi o'zga ellarni ishg'ol qilish emas, aslida yaxshilik edi. Boburni endi yana bir katta o'ziga xos jihatlaridan biri, Bobur juda ham shu deylik mana Agra shahrida, Chekri, Dibalpur kabi shaharlarda ko'pdan ko'p bog'larni demak solishga jazm qilgan. Bu bog'larni qurishda nafaqat Boburning o'zi, shu bilan bir qatorda Bobur demak o'shaligi yonidagi beklarga, amaldorlariga, arkoni davlatga, sarkardalariga ham shunday buyruq berganki, mana siz demak o'zingizga mening tomonimdan inom qilingan, sovg'a qilingan yerlarda ham mana shunday bog'larni yarating va o'ziga xos bir mo'tadil iqlimni demak yuzaga keltirishga harakat qiling degan fikr mulohazani ko'p bor etgan. Bor ilg'a yaxshilik qilg'ilki, mundun yaxshi yo'q, kim degaylar dahraro qoldi falondin yaxshilik. Boburni asosan bu binotkorlik, ya'ni turli imoratlar qurish bilan bog'liq bo'lgan uni faoliyati. Bobur Hindistonga kelganda bu yerda juda ham toshlarning ko'pligini, bu toshlar asosan oq hamda qizil rangda ekanligidan yaxshi xabardor bo'lganligi bois u buyruq beradiki va sangtaroshlarni zudlik bilan bir joyga to'plash degan farmondan so'ng taxminan 1,5 mingga yaqin sangtarosh, ya'ni toshtaroshlar jamlanib, mana shu toshtaroshlar turli imoratlar qurishda, binolar yaratishda va hovuzlar qurishda ishtirok etgan. Birgina Agrani o'zida 640 ga yaqin sangtarosh mehnat qilgan va bular doim Bobur mirzoning demak bevosita o'sha buyruqlarni amalga oshirishgan va uni demak aytgan yo'l yo'riqlarini hayotga tatbiq qilishga harakat qilishgan. Biroq Hindistonda ado etilgan ezgu ishlar Mirzo Boburning ko'ngliga taskin bera olmadi.
go'zal Ganga daryosidan esgan salqin shabbodalar qalb hovurini bosolmadi. Buning asl sababi yurt firog'i, Andijonni ko'rish ishtiyog'i ediki, shuning uchun ham har qovundan Andijon qovunlarining ta'mini istar, har uzumdan Andijon uzumlarining mazasini axtarardi. Ul viloyatlarning latofatlarini kishi nechuk unutqay. Alal xusus mundoq toyib va torik bo'lganda qovun va uzumdek mashru hazni kishi nev tavr xotiridan chiqarg'ay. Bu fursatda bir qovun keltirib etilar, kesib yegach g'arib ta'sir qildi. Tamom yig'lab edi. Jahon tarixidan ma'lumki, bu dunyodan necha iste'dodli sarkardalar, necha tadbirkor shohlar o'tgan. Ammo o'sha o'tgan jamiki shohlar ichida Bobur singari ham shoh, ham san'atkor sarkarda deyarli uchramaydi. Bobur shoh sifatida tarixda qolgan, lekin u shoir sifatida hamon yashab kelayapti. Mirzo Bobur 18-19 yoshlaridan g'azal va ruboiylar yoza boshlagan. Boburning aynan o'sha yoshda yozgan shunday ruboiy va g'azallari borki, ular jahon adabiyotining yorqin namunalari hisoblanadi. Shoir 35 yoshida uni butun dunyoga mashhur qilgan Boburnoma asarini yozishga kirishgan. Boburnomaning 1518-19 yillar voqealari bayonidagi ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'sha yillarda, ya'ni 35-36 yoshlarida shoirning devoniga tartib berilgan. Bundan ko'rinadiki, shoir Boburnomani yozishga kirishgunga qadar uning nazmiy asarlaridan devon tuzilgan. Demak, Boburning butun boshli devonidagi she'rlarning hammasi jangu jadallarda kimsasizlik, chorasizlik va g'ariblikda yozilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, buyuk shoirlarning deyarli barchasi nisbatan osuda hayot kechirishgan. Ular muayyan bir sharoitda ijod qilishgan. Zahiriddin Muhammad Boburning peshonasiga shoirlik qismati bitdi, ammo osuda hayot nasib etmadi. Jang maydonida jon chekib she'r bitmoqning qanchalar og'irligini faqatgina Bobur his qilgan bo'lsa ne ajab. Ham jang qilib, ham jahon adabiyotining go'zal namunalari darajasidagi go'zal g'azallar bitgan birdan bir shoir ham dunyo adabiyotida Bobur Mirzodir. Boburnomadagi voqealardan ma'lumki, Boburni og'ir janglar, ijod mashaqqati va turli azob uqubatlardan ko'ra ona yurt sog'inchi ko'proq o'rtagan. Elga shohu ko'ngilga qulman deya lutf qilgan shoir alamli umrining eng so'nggi daqiqalariga qadar ona yurt tuprog'ini bir bora hidlashga, unga yuz bosishga zor bo'ldi. Bahor ayyomidir, dog'i yigitlikning avonidir. Ketur soqi sharobi nokim ishrat zamonidir. Gahi sahro uzori lola shaklidin bulur gulgun, gahi sahni chaman gul chehrasidin arg'uvonidir. Yana sahni chaman bo'ldi munaqqash rangi gullardan, magar kim suvning naqqoshiga rang imtihonidir. Yuzing esar jonim gulshanining toza gulzori, qading ey gul hayotim bog'ining sarvi ravonidir. Ne yerda bo'lsang ey gul andadur chun joni Boburning
g'aribingga tarahhum aylag'il kim Andijon.